Tushda chivin ko'rishning ta'birlari. Tushda chivin ko'rish so'kinishga, zaif, miskin va pastkash kishiga ishoradir. Qorniga chivin kirganini ko'rgan kishi bema'ni kimsalar bilan do'st tutinadi. Bosh uchida chivin uchganini ko'rgan kishi biror masalada tahdid etgan kuchsiz dushmandan ehtiyot bo'lishi lozim. Chivinni o'ldirganini ko'rgan kishi rohatda, salomatlikka erishadi. Tushida qora chivin ko'rgan kishi yomon ishlarga qo'l urishi mumkin. Tushdagi pashsha qon to'kuvchi, tanani xunuklashtiruvchi dushman deb ta'bir qilinadi. Tushda pashsha ko'rish ba'zan nomusli, hurmatli, amaldor kishining qiyinchilikka, umidsizlikka uchrashiga ishora bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.